Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Mana juma namoziga hojilarimiz, hoji onalarimiz bilan birgalikda mana juma namoz o'qigan. Mana hoji ona, hammalaringiz juma yo'llaringiz muborak bo'lsin. Yana kelinglar sizlar ham. hammaga nasib qilsin ha. Hammaga nasib qilsin. Amin. Amin. Dardiga shifo komil. Amin. Islom Obidjon hoji ham yana qaytib kelsin. Amin. 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 Mana hammalari juma namoz o'qigani harami sharifga chiqinglar. Mana avtobusimiz ikkita mana juma namoziga to'siya mana keldi. Alloh xolasa chiqaringlar, chiqaringlar. Hojakalar chiqinglar. Mana hammalari juma namoz o'qigani harami sharifga. Alloh taolo hammani nasib qilsin bu ulug' joylarga, aziz joylarga, muqaddas joylarga kelib juma namoz o'qishni Alloh taolo hammalarga nasib aylasin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Mana hojakalarimiz bilan Alloh taolo nasib qilib mana harami sharifga juma namoz o'qigani mana kelyapmiz. Alloh taolo hammalarini qiladigan ibodatlarini, duolarini Alloh ijobat qilsin. Mana bu joyda hammaga mana suv tarqatyapti. Suvdan olinglar. Vahid xolos. Yuringlar. Mana shu ehsonlarni tarqatyapti. Mana bugun ulug' kunda, mana juma kunda mana hojilarga mana hammalariga mana bitta to'rtta mashinalarda mana 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 bu joydan ehromsizlarni qo'yyapti. Narigi tomondan mana ehrom kiyganlarni bu tomondan o'tkazyapti. Mana bu tomondan ehrom kiyganlar mana bu tomondan biz hojilarimiz bilan mana masjidning ichiga mana bu tomondan shu yangi bitgan masjidning ichiga hojilarimiz bilan birgalikda mana Farijbek hoji ham mana yangi kiyimlarni kiyib hammalari kelsin ha. Chaqiring mana ulug' joyda hoji onamiz mana duo qilib mana chaqirishyapti, duo qilishyapti. Alloh taolo hammalarini chaqirsin. Hammasi mana yana birga kelishini nasib qilsin ilohim. Mana hojilarimiz bilan birgalikda o'sha yangi ochilgan masjid tomon mana yuryapmiz. Mana bu nari tomondan o'sha Payg'ambar alayhisolamning uylari tomondan mana ehrom kiyganlar. Bu tomondan mana hojilarimiz bilan biz shu mana yangi bitgan masjidga mana kelyapmiz. Mana Murodjon hoji aka, mana Muborakxon hoji onam mana birgalikda hammalari kelishyapti. Rabbimjon hoji akam shuna bir muhabbat bilan mana hammadan oldinda mana masjid haramga qarab mana kelishyapti. Mana Alloh taolo hammalaringga shu ulug' joylarga kelib, aziz joylarga kelib juma namoz o'qishlikni, tavof qilishlikni Alloh taolo hammalaringga nasib aylasin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hojiga turingizlar, sog' salomat. Mana ulug' joylarda, aziz joylarda hammalaring duo qilyapmiz. Sizlarga ham kelib shu joylarga yana tez kunda juma namoz o'qishlikda hammalaringga nasib qilsin hojiga. Sizlar ham duo qilib turinglar, biz ham duodamiz. Doimo Alloh suygan bandalardan bo'linglar. Alloh taolo hammalaringdan rozi bo'lsin. Mana hojilarimiz bilan birgalikda mana yangi shu bitgan masjidga mana kirib boryapmiz. Bismillahirrohmanirrohim.
ko'p hojilarimiz kelgan bu joylarda juma namozlarida o'qishgan mana. Salqinligini ko'rdinglarmi? Salqin. Ha? Salqin. Chiqoramiz, eskalatorda chiqoramiz. Yalla. Mana o'zlarim bilan birgalikda mana o'sha ikkinchi qavatga chiqdik. Hojonalar, qaranglar hojonalar. Manaqa kirib ayollarniki. Bag'da o'qiysizlar, keyin chiqib mayta ko'rishamiz, ha? Ha, mana yerda ko'rishamiz. Chiqsalaring biz bag'dan kelamiz, birgalikda ketamiz, ha? Juma namozini o'qib, bashla, Alloh qabul qilsin duolaringni, ibodatlaringni. Mana ishda kelaveringlar, albatta duodamiz. Hojakalar ketdik. Yuringlar. Bu tomonga. Oldida gilamlar bor. O'ni oldida gilamlar. Nimaga? Mana hojakalarimiz bilan biz tomonga joylashyapmiz. Mana oldida maytlar gilam, kelaveringlar. Mana o gilamlar bo'sh. Kelinglar. Mana hojakam ehson tarqatyapti. Anjonli hojakam ehson tarqatyapti. Alloh qabul qilsin ehsonlaringizni. Mana hojakam. Kelinglar, maytga oldiga o'ting. Mana hojakamlarim. Mana Sanjarbek hojakam, hoji ota. Nimalari mana birga kelishib mana juma namoziga mana hojakamlar ham birgalikda mana chetda birinchi safda mana joyda olib mana duolarni qilib o'tirishdi. Alloh qabul qilsin qilgan ibodatlarini, duolarini ijobat qilsin. Mana hojakalarim bilan hammalarimiz birgalikda mana joylashdik. Olinglar. Ikkita ovoz. Alloh taolo hammalarini kelib mana shu ulug' joyda, aziz joyda kelib juma namoz o'qishlikda, tavoflarni qilishlikda, duolarni qilishlikda Alloh taolo nasib qilsin. Bizni ko'rib turgan, kuzatib turgan jami mo'min musulmonlarni ham Alloh taolo o'zi tez kunlarda chaqirsin, birga kelib ibodat qilishlikda Alloh nasib qilsin.
المسلمين في كل مكان. اللهم أنج المستضعفين في فلسطين. اللهم أنج المستضعفين في فلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. سبحان ربك رب العزة عما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برگاليده Samarqandda. Ayyom muborak hamma juma ayyom muborak. Samarqandlik hojikalarimiz mana birgalikda mana namozlarni o'qishadi. Hammaga nasib qiladi hojika. Hammaga nasib qiladi inshaalloh. Amin. Birgalikda juma namozlarini o'qib chiqyapmiz. Hojikalarimiz bilan. Alloh taolo hammaga nasib qilsin. Ulug' joylarga kelib juma namoz o'qishdik. Mana o'sha mo'sti tagi hamma juma namozlarida hamma hojilar juma namozlarini o'qish chiqishyapti. Alloh taolo hammalarining ibodatlarini qabul qilsin. Bizni ko'rib turgan, kuzatib turgan jami mo'min musulmonlarni ham Alloh taolo o'zi chaqirsin. Assalomu alaykum. Mana hoji onamiz mana cho'ntaklarni berdi mana esdalik deb. Mana maşallah. Hozir ism? Ayva. Ism Hana. Maşallah mana ismi Hana ekan. Qizlariga mana cho'ntakni hadya qilishdi. Alloh taolo qabul. Hoji onam bilan birgalikda mana xalqimda mana ancha savobga qoldingiz. Qachon Alloh ehsonlaringizni qabul qilsin. Shu joylarga ko'p kelib ehson qiladigan Alloh bandalardan qilsin. Mana hoji onamiz bilan birgalikda juma namozlarida ado qilib hammaga nasib qilsin. Mana vokzalimiz o'sha G'azza vokzaliga qarab avtobusga qarab ketyapmiz. Mana hoji onalarimiz bilan birgalikda hojikalarimiz bilan birgalikda mana juma namozidan chiqib ketyapmiz. Alloh taolo hammaga nasib qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Mana hojikalar bilan birgalikda juma namozlarini o'qib kelyapmiz. Mana hojikalarimiz hammalari birgalikda juma namozlarini ado qilib kelishyapti. Alloh taolo qabul qilsin hammalarini, o'qigan jumalarini, qilgan duolarini Alloh taolo ijobat qilsin. Mana hammalari birgalikda kelishyapti. Mana hoji ona. Mana Mira Roza mehmonxonamiz. Alloh taolo hammaga nasib qilsin. Ulug' joylarga, muqaddas joylarga, aziz joylarga kelib juma namoz o'qishlik, tavof qilishlik hammalaringga Alloh taolo nasib etsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.